yana hokim kelib qolib shuncha yillik to'plagan obro'yim bir tiyin bo'lib sharmandali xonadonga ilib ketmasin. Ha kelin, nima qilyapsiz? O'ylab yo'jon salomat holingiz oldidan kelayotgandim. Hokim yuribdimi deydimi, uy tekshirib yuribdi, tozalikka qarayapti deydimi. Mana krovishda gilamlarni yuvmasangiz bo'lmaydi kelin. Ana salomat holingiz kelini. Pastga olib tushib gilamlarini yuvibdi. Yo'q, bo'lmagan gap, aldagansiz. Kecha men kelinni pastda ko'rib qoldim-ku. Real gilam yuvish xizmatiga gilamlarimni berib oldim. Yurdirgani deb aytdi. Salomat holiga bir choynak choydan berishga urinadi. 5-etajdan pastga tushib gilam yuvadimi? Ammo menga unaqa demadi-ku. Hali o'q toza yuvadimi, yo'qmi? Olib ketish falon pul, olib kelish falon pul, yuvish falon pul, qimmat bo'lib ketadi kelin. Shunda salomat holiga yomon deb qo'yishga ustaladi. Yo'q, o'zlari olib ketib qo'yadi. Olib ketib ishlayotgan hamyonbop narxlarda yuvadi. Qanchadir kvadratdan oshgandan keyin chiroyli skidkalar ham. Hali qo'lidan shunaqa qilib maqtadimi? Tez telefon qiling. Kirishga yig'lanma, men xonamdagini oshxonadagini berib oling. Olib kelish tekin bo'lgandan keyin. Bo'ling tez. Xo'p, hozir ishlarimni qilib olay, telefon qilaman. Aytgancha. Men bu tozalab asing. Yana hokim kelib qolib, changni ko'rib, kelinni qo'li singan ekan demasin.